10 ta entry bilan juda ham aniq bo'lgan. Juda ham aniq bo'lgan entry bilan qila olasiz va sizda 100 pips, agar 100 pips take profitga nisbatan ishlatmoqchi bo'lsangiz, bu narsani 100 pips TP ga nisbatan bo'lsa, siz 100 pips umumiy anaqada olishingiz mumkin. Bitta сделка uchun 100 pips, bitta сделка uchun stopni olishingiz mumkin. Yoki-da sizni qanchalik stopingiz kichkina bo'ladigan bo'lsa, siz bu narsani bo'lib olishingiz ham mumkin. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Siz har bitta сделка uchun 100 pips emas, masalan, umumiy holatda deylik siz 10 ta entryda $100 ko'paytirmoqchimisiz, shu narsani endi 10 ta entryda qilmaysizda, shu narsani 20 ta entryda qilishingiz mumkin. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Har bitta сделкangiz uchun $50, masalan, birinchi сделкangiz uchun $50 anaqa, 50% risk. Ya'ni faqat bunda endi nimaga e'tibor berish kerak? Risk rewardga e'tibor berish kerak. Siz 100 pips stop loss bilan birga bir risk rewardda ishlayotdingiz. Endi hozir sizda masalan birinchi сделкangiz uchun $50 stop bo'ladigan bo'lsa, siz endi kamida 1 ga 2 risk rewardda ishlashingiz kerak. Ya'ni juda ham aniq entrylar bilan amalga oshirsa bo'ladi. Oshirish mumkin. Tushundingizmi? Masalan, $50 risk olsiz, birinchi сделкangiz $50 minus yopildi, keyingi сделкani hisobiga, keyingi сделка bilan siz o'sha $50 ham yopib, undan tashqari foydada qolishingiz ham mumkin. Bozorda minus qilish tabiiy hol. Bundan ham yaxshiroq kontentlarni o'tkazib olmaslik uchun like, podpiska bosib qo'yamiz. Charchamanglar, kuningiz yaxshi o'tsin.